Bu haqiqiy adrenalin. O'zingizni Formula 1 poygalaridagi chaykaning ustida ketayotgandek his qilasiz. Mashinalar juda ham tez. Trassani uzunligi esa 550 metrni tashkil qiladi. Bu yerda tajribali instruktorlar sizga mashina minishni va qanday boshqarishni o'rgatadi. Mashinalari juda ham zo'r, sifatli. Bu yerda sizning xavfsizligingiz uchun mana shunday shlemlar ham bor, ya'ni kaskalar. Agar kaska kiymayman desangiz, bu yerda juda ham zo'r ochkilari bor, juda ham qulay. Narxlar ko'rib turibsizlar, lekin bu narxlar sizlar uchun emas. Bizda obunachilarimiz uchun narxlarni sindirib berishda 3 kruga 40 ming so'm, qolgan har bir krugiga 10 ming so'mdan qo'shiladi. Tezroq ulgurib boring. Aynan siz uchun shu narxlarni qilib berishdi. Orqamda turgan ko'cha kartinga kiraverish ko'chasi bo'ladi. Mana tepaga kartin deb yozib qo'yilgan. Bu joyimiz bo'lsa Kirgilida temir bozorda oldida mo'ykani to'g'risida joylashgan mahalla. Mana mo'ykani ko'ryapsizlar. Orientir olganda qiynalmaysizlar. Tepaga kartin deb yozib qo'yilgan. Bemalol kelishlar mumkin. Pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar.